bitta BYD qandan olishim kerak? 50-60 ming dollar edi. O'zi avaz niyatda qolib ketgan edi. Ana endi olaman deganlar bormi sizlar? Mana Atiga 28 ming kilometr yurgan dual motorda, jigarrang salonda, kraskasi родной BYD Xan keldi bizda sotuvda. Pulini aytasizmi? 50, 60, 40, 30 ming dollar emas. 25.300 dollar naqd pulga kelishiladigan joyi bor. Orqa oldi sensor, zapas xod 550 km, panoramali katta bahaybat, orqalar tonirovka, glans stoyka, isto'mizga kamera, slipoy zona, elektronik ruchka, bez ключой достуp, zavodskoy pultlarigacha ideal. 19 dimli diska, Michelin balonlar yangi emaslik. Eslatib o'taman, motor dual. Zapas xod 550 km, eng full paysalardan biri. Bitta ahamiyat beraman salonlarga. Bay. Ha, orqa salonni kengligini qarang. Maza qiladigan darajada. Orqa klimat sensorda. Bagajlarigacha elektronika, bagajda anchagina joyi ham bor. Sine upravleniya elektronniy, salon polni lyuks, korishneviy, qora kojalar bilan kombinatsiya qilingan, hamda bor, akustikasi bomba o'qiydi. 28 ming kilometr yurgan 2021. Pultini ko'rsatdim. Multi rul, monitor aylanadi, distansioniy cruise control bor, barchasi go'zal. Rechakchaga alohida bitta like bo'lsa, startda zad bo'ladi. Yana nima kerak sizga? Zamonaviy trendda bo'lgan BYD Xanni olib, mazza qilib minib yursa bo'ladi. Malibu 2 ni eskisini pulida 25.200 dollar. Naqd pul bilan kelsinlar, ko'rsinlar. Kimga yoqsa arzon qilib beraman deyapti egalari. Shoshiling, ulgurib qoling. Aytgandek, mana morda ham bron plyonka bo'lgan.